Ko'rpangga qarab oyoq uzat degan. Ko'rpa 20 santimetrmi? 15 santimetr oyog'ingizni cho'zing bo'ladi. Nima kerak? Quruq karandalikni, quruq olibtachilikni. O'zi bir oyda o'zi 7 million zo'ra pul topadi. 3000 dollar nasiyali narsani oladi. Nima bo'ldi? O bo'shna qilib mashina mindingiz. Nima to'q, nima olib beradi sizga shu? O mana xo'p, siz telefon deydi. Xo'p, orqada olmasi bor palon pegin. Xo'p, oldingiz. Nima bo'ladi? Nima o'zgaradi? Telefoningiz o'sha 1200 yo telefoningiz hozirgi chiqqan yangi 16. Xo'p, siz men deyman, o'sha so'ltamadman deydi. Nima o'zgaradi? Taka bo'lsin, sut bersin. Hozir shunaqa yoshlarning ichida afsonaviy boyiman deb turib botib ketdi ishoning, va shib rasos chiqib ketdi. Ota-onasi boshini ko'tara olmay qolyapti.